Ilhom aka, Lego terminal bilan qanchadan beri hamkorlik qilib kelasiz aka? 4 yil nari beri bo'lyapti, 4 yildan oshyapti. Nimaga aynan bizi? Birinchi o'rinda to'g'ri ishlanganiga, ya'ni aldash yo'q. Shunga. Misol aytgan paytimizda aytgan konteynerimizni chiqarib beradi. Xizmat ko'rsatish qay darajada? A'lo. Xizmat ko'rsatish. Narxlarimizni qanaqa aka? Ko'chadan balandroq, pastroq, bozor bilan solishtirganingizda Narx-navo deyarli baland emas, arzon bo'lsa arzonki. Oxirgi savolimiz o'zingizga o'xshab ishlayotgan akalarimizga bizani tavsiya qilarmidingiz? Ya'ni uyalib qolmaydigan mana bir mana shunaqa kompaniya uyaltirmaydi deb tavsiya qila olasizmi bizning kompaniyani? Qilamiz, tavsiya qilamiz. Kompaniya so'raganlarga, misol Lego terminalda olinglar deb aytamiz. O'sha tavsiya qilib ham keladi shu paytgacha. Uyalib qolmaymiz. Aytganimizga yarasha, o'sha aytgan odamlarga. Sizga kompaniyamiz tomonidan aka so'mkamizni pullarni to'ldirib yuborasiz endi. So'mchangni emas, trubkani to'ldirib yuborasiz.